Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Deputatlar asossiz jarimalar bo'yicha Ichki ishlar vaziriga so'rov yubordi. Bugun shu haqda batafsil. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Deputatlar kamera va radarlar faoliyati hamda asossiz jarimalar bo'yicha Ichki ishlar vaziriga so'rov yubordi. Qonunchilik palatasi deputatlari fotoradar va kameralar faoliyati hamda yo'l harakati xavfsizligi masalalari bo'yicha Ichki ishlar vaziriga parlament so'rovi yubordi. Unda jarimalardagi xatolar, yo'l infratuzilmasi muammolari va tizim samaradorligiga oid masalalar ko'tarilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 28 aprel kungi majlisida Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovga avtomobil yo'llaridagi foto va video qayd etish vositalarining samaradorligi hamda sohada axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan parlament so'rovi yuborish masalasi ko'rib chiqildi. Deputatlar saylov okruglarida o'tkazilgan uchrashuvlar davomida fuqarolar tomonidan foto va video qayd etish qurilmalari, jumladan ko'chma fotoradarlar faoliyati yuzasidan bir qator e'tirozlar bildirilayotganini qayd etdi. Jumladan, ayrim uchastkalarda tezlik cheklovlari keskin o'zgarishiga qaramay, yo'l belgilari yetarlicha ko'rinadigan joylarga o'rnatilmagani, tizimda ma'lumotlarni qayta ishlashda texnik xatolar tufayli asossiz jarimalar qo'llanishi holatlari, shuningdek, yo'llar sifati, chiziqlar va belgilarning yetarli emasligi hamda piyodalar o'tish joylarida svetoforlar yetishmasligi fuqarolar e'tirozlariga sabab bo'layotgani ta'kidlandi. Shu munosabat bilan parlament so'rovida xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi ijrosi, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirish, foto va video qayd etish vositalarining samaradorligi hamda sohadagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha asoslantirilgan tushuntirishlar taqdim etish so'ralgan. Eslatib o'tamiz, 1 apreldan O'zbekistonda kameralar tomonidan qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun ham jarima ballari hisoblana boshladi. Transport vositasi egasi va uni boshqargan shaxs, haydovchi, sug'urta polisi yo'l varaqasi orqali aniqlanib, jarima ballari aynan haydovchiga hisoblanadi. Ilgari ular faqat YHXX xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan holatlarga qo'llanilar edi. Shuningdek, 1 apreldan YIDXP orqali yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun javobgarlikni amaldagi haydovchiga masofadan biriktirish xizmati ishga tushirildi. Avtomobil egasi portal orqali ariza berishi kerak. Shunda kameralar qayd etgan jarimalar rulda bo'lgan shaxsga rasmiylashtiriladi. Xizmat pulli. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: gazeta.uz sayti.